Assalomu alaykum. Men To'ychi va Yoqutxon xorijiy til va adabiyot yo'nalishi 5-guruh talabasiman. Bugun sizlarga elektron ta'lim resurslari fanidan tayyorlagan video qo'llanmada Google so'rovnoma tayyorlash uchun eng oson va qulay bo'lgan Google Forms'ni o'rgatib o'taman. Buning uchun biz Chrome hamda Gmail akkauntimizdan foydalanamiz. Chrome'ga kirib, o'z Gmail akkauntimizni kiritamiz. Akkauntimizni kiritib bo'lganimizdan so'ng, yuqorida o'ng burchagida bizga turli xizmatlar bo'limi chiqadi. Bu xizmatlardan esa bizga Google Disk kerak bo'ladi. Keyingi oynaning chap burchagida Sozdat tugmasi chiqadi. Ustiga bosamiz va Sozdatni pastida Google Form tugmasi chiqadi. Va keyingi oynada biz o'tkazadigan so'rovnomaning mavzusini tanlash chiqadi. Mavzusini tanlaymiz. So'rovnoma savollarini kiritamiz. Pastda variantlarni qo'shamiz. Yana so'rovnoma savolini qo'shmoqchi bo'lsak, o'ng burchagida plus tugmasini bosamiz. Keyingi qadam esa yuqori o'ng burchakda Opublikovать tugmasi bor. Shuni bosamiz. Sozlamalarni to'g'rilab olamiz. Birinchi marotaba foydalanayotganimiz uchun sozlamalarni to'g'rilaymiz. Va Opublikovать ustiga qaytadan bosamiz. Bosganimizda Kopirovat ссылку для chiqadi va yana bosamiz va bizning so'rovnomamiz havolasidan nusxa olinadi. Endi bu silkani istagan Telegram kanal, gruppalarga tashlashimiz mumkin. Xuddi shunday qilib boshqa turdagi so'rovnomalar tuzishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.